Mana shu знаменитый boyislardan kimlar bilan ishlagansiz o'sha anaqa paralar? Arman Sarukan, Rafael Fiziyev, Pyotr Yan, Chempion Brandon degan PFL bo'lgan, Islom Umarov, Shamil Gasanov, Vanisi Akbar Abdullayev ham qirg'iz bola bor. Elion Edwardsning akasi bor, PFL chempion bo'ldi. U bilan ham lehki sparring qilgan edik. Такой знаменитый bo'lgan. Qolgani shu hammada Abdulaziz, Aysiya bayislar ham ko'pinchasi bilan ishlab. Bir xil bayislar bor. Aysiya aytmayman, примерно ki. Qanday desam bo'ladi? İstamayman bular bilan ishlash. Tunishda sparringda men hech kimga xohlamayman dokazat qilish, что men sendan kuchli. Вообще bayis qachon trenovkada keladi, bilasizmi qanday qoladi? Qachon men siz bilan sparring ishlasam, odamlar qarab, "To'g'ri yaxshi urishim kerak. Meni niyatim sizni urib dokazat qilish, что men sendan kuchli." Bu qo'lim degani. Qanday qo'lim? 1 yil o'tadi, men o'smayman. Men kelaman, sizni yutaman, buni yutaman, o'zim kibrim hisobda. Men krasavchik. Lekin men konkretni plan bilan kelsam, menga trener aytadi, "Tak, bugun ishlaymiz. Sparring qilgan payting, seni zadachang, например, jeb chiqqan payt qochib urish. Qolgan ishingni qilaverasan, lekin raundning ichida 2 marta, eng ko'pi 3 marta tegsa, krasavchiksan." Всё, men sparringga keldim, siz bilan ishlaymiz, tirs, siz kutib turman jebingizni. Siz uni urasiz, buni urasiz, go'rash qilamiz, lekin jeb chiqdim, bam, bitta o'tardim. Opa, bitta ochko. Har bitta raundda shunaqa 3 ta ochko yutsam, men yutdim. 1 yilning ichiga koronkam bo'ladi. Mayli siz meni 5 minut uring, to'xtamab uring, ochko bo'yicha yuting, go'rash qiling, lekin siz o'smaysiz. Bu yerda unaqangiz bo'lsa, желаниеңiz только yutish, самодоказательство deydi, egom ko'tarasiz. Ana shu eng yomon narsa. O'sha uchun ko'pincha bolalar bor, Kavkaz tarafli, o'zimiz Esanga bir xil. Qaraysiz, sparingdan uni oldin qana qattiq uradi, imенно travma, butun bo'lib biza beradi, pul ishlaymiz, bu biznesda biza bo'yimga chiqmasam pul bermasalar, ham sponsorlik taraflar bermaydi, ham gonorar bermaydi. Beradi, foydasi nima beradi? O'sha uchun osta ham urush ham bermaydi. O'sha uchun qanaydir zolotoy seredinasi bu, o'sha uchun kuchli, например, Rafael Fiziyev bilan osta ishlamaydi. Lekin желание ham yo'q sizni travma qildirish. Bilasizmi, qattiq uradi, lekin qanaydir boshqachada, juda ham qanaydir tushuntira olmayman, lekin bez agressivda, bez travma shunaqalar bolalar bilan ishlagim keladi. Bunaqa bayislar bilan yo deyman, param bor deyman, param bo'lmasa ham. O'sha uchun akkuratni sparring partnerlarni topish kerak.